Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bizni kuzatib turgan yaqinlarimiz Farg'ona O'ramchi akamiz kelib bizga Kamoliddin akam proyektlariga qo'llaridan kelgancha yordam qilyaptilar ekan. Akamiz o'zlarining gaplari bor. Bemalol. Assalomu alaykum hammaga. O'tgan Qurbon hayit muborak bo'lsin. Bizga qurbonlik so'ydirgan aka-ukalarimiz qo'yda teri kallalari bor edi, mol teri kallalari bor edi. Ashuni Olimjon o'zingiz joyiga yetkazib qo'ying degan shu men omonatlarni mana shu akamizga yetkazdim. Hammalaring ko'ringlar. Ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Bizda Xudo xolasa qo'yda teri kallasini puli qolmadi. Mana shu akamizga hammasini nech pul olgan bo'lsa ortiq bilan berdik. Xudo xolasa akamiz mana joyiga yetkazdilar. Akamiz uylari yonib ketgan. Qurishlar o'zidan ko'rib tursa bitkazyapmiz. Sababchi bo'lgan Abdulla Hojiganov tanjonlari sog' bo'lsin. Kamoliddin aka bitta o'sha niyat qilganlarni, ehson qilganlarni duo qilib qo'ysangiz. Ilohim kunmen niyat berganlar niyat mas'ul etsin. Hammamizga mana shunday ehson qilib Xudodan qilsin. Ya'ni shu bitilgan uyimiz yaxshilarga nasib qilsin. Sizlarga yana bir rahmat. Hamisha tanjolaringiz sog' bo'lsin. Alloh panoh duo. Alloh akbar. Sog' salomat bo'ling aka. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling aka.